Mana bu 50-kunlik makka. Hozir mana ichkariga kirib ko'ramiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun 25-may Buxoro viloyati Kogonga kelganmiz. Bu dalamizga Eiffel 67 makka jo'xorimizga kirgan. Aka, qisqacha aytsangiz, nima ishlovlar berildi, qachon ekildi, endi o'zingiz bir taassurotlaringiz bilan ulashasiz. 25-mart kuni ekanda yana akamdan urug'ini olib, Xitoy urug'idan. Birinchi oziqasiga buni 200 kilo fosfor bilan 150 kilo siltra, 50 kilo kali qo'shib berdik. Keyin 30 kunligiga bitta suv olib, keyingi ishloviga 350 kilodan karbamid berdik. Xudo xolasa hozir 50 kunlik bo'ldi. Endi nasib bo'lsa bu suvlarga yana ozroq oziqa berib, shu hosil qilganicha qarash niyatimiz bor yaxshilab. Xudo xolasa barakasini bersin deymiz. Nasib qilsa o'rinlarida ham qatnashib ko'ramiz.